Assalomu alaykum, Sirojni bozori kuzatuvchilarga Radnoydan topib qo'ydim. Ikkita krelosda kraska beraman. Shu krelo hamda mana shu krelo. Ikkita tomon krelo bo'yalgan. Qolgan joyda xudo xolasa Radnoy kraska. Mashinamizni urilgan joyi yo'q. Top-toza qolgan joyda gaz o'rnamagan. Bu mashinamiz tug'ilibdiki, gaz ko'rmagan. Orqani ko'rib turibsiz. Mashinamiz ideal holatda. Kam ko'sti yo'q mashinamiz ko'rsangiz, voy, dahshat o'g'riz. Mana uchib ketgan Radnoy. Salonlari endi chexol-pexol hamma narsasi bor. Mikrofon kolonkalari bor. Ko'riklari bor. Gaz o'rnamagan, kapot ishlariga umuman kraska tegmagan. Kapot ishlari Radnoy mana ko'rib turibsiz. Texnik hech qanaqa holat yo'q. Benzinda, faqat benzinda yurgan mashinamiz. Texnik holati вообще zo'r. Bu mashinamizni maza qilib haydashimiz uchun ataga sizga bu mashinamizni $1700 ozginagina o'tib beramiz. Radnoy mashinamiz ekanligi gazini bozitib jo'natib qo'yasiz.